Orqa fon har doim qiziq bo'ladi-yu. Xullas, Ramazon oyida xayrli ishga qo'l urmoqchimiz. Bir oy davomida sizlarga aytgan tovaringlarga skidka e'lon qilib boramiz. Hozirgi skidkamiz ham sizlarga yoqadi degan umiddaman. Kommentariyaga nima skidka qilmoqchi bo'lsangiz, o'shani yozib borsanglar, biz istoriyalarga skidkani qo'yib boramiz. Hozirgi skidkamiz aksessuar hamma narsalariga yiringlar ko'rsataman. Aksessuar bitta emas, ikkita emas, hamma narsasiga skidka qilib beramiz. Mo'xiy hozir sizlarga hammasini nimaga ishlatiladi, qanaqa vazifani bajaradi, hammasini narxlar bilan tanishtirib o'tadi. Hamma sevib bittada rezultatini sezayotgan o'sha aksessuar narsalarni hozir nimalarga ishlab berishini sizlar bilan obzorni qilamiz. Ko'z atrofidagi qora ishlarni, ajinlarni, shishlarni qaytaradi. Pilingga, o'lik hujayralarni tushirishga, terini silliqlashga yordam beradi. Spot geli ugrilarning ustiga surilsa, ugrilarni tezroq qurishiga yordam beradi. Aksessuar ikki xil umvalkasi bor. Bunisi kremli yuzni chuqur tozalashga, ikkinchisi gelli bo'lib, sezuvchan ko'jaga, ikki xil toneri bo'lib, bunisi yuzingizga yaltalash berishga, dog'larni ochartirishga, ikkinchisi bo'lsa, o'lik hujayralarni tushirishga, poralarni chuqur tozalashga yordam beradi. 5 xil kremi bo'lib, birinchisi dog'larni ochartirishga, yuzni yaltalashga yordam beradi. Qizaruvchan ko'jaga, yuzni tinchlantirib berishga yordam beradi. Sezuvchan himoya qatlamini yo'qotgan teri uchun. Dog'larni ochartirishga, xiralikka, yo'qotishga, undan tashqari kuchli oqartirishga, kengaygan poralar va qora nuqtalarga qarshi. Maskalari poralarni, kirlarni tozalashga, yallig'lanishga, tinchlantirishga yordam beradi. Yuzdagi qizarishlarni bosadi, charchoqqa oldini oladi. Sivritkalari ugridoga, terini tiniqlashtirishga, poralarni kichaytirib berishga, yog' balansini ushlashga, baryerni tiklashga, terini chuqur namlantirishga.